To'g'ri javoblari. Lisanul hali afsuhu min lisani maqali. Lisanul hali hal degan mudof ilayhi bo'lsa majrur bo'libdir. Afsuhu min lisani degan lisani majrur bo'libdir. Har jardan keyin kelgandan maqali deganimiz mudof ilayhi bo'lsa majrur bo'libdir. Bil adabi naylul arabi. Bil adabi degan harf jardan keyin ba degan harf jardan keyin kelgan so'ng majrur bo'libdir. Al arabi degan mudof ilayhi bo'lsa majrur bo'libdir. Nurul qamari degan mudof ilayhi bo'lsa majrur bo'libdir. Mustafadun min nuril shamsi. Min nuri degan harf jardan min degan harf jardan keyin kelgan so'ng majrur bo'libdir. Ash-shamsi degan mudof ilayhi bo'lsa majrur bo'libdir. Al mustajiru bil amri amr degan so'z bi degan harf jardan keyin kelgan so'ng majrur bo'libdir. Indal kurbatihi inda kurbati degan so'z inda degan kurbati degan so'z mudof ilayhi bo'lgan so'ng majrur bo'libdir. Inda degan mudof, kurbati mudof ilayhi. Kurbati hi deganimiz damir mabni ala kasra fi mahali jar mudof ilayhi bo'libdir. Tushunsangiz so'raymiz. Kal mustajiri deganimiz ka harf jardan keyin mustajiri degan majrur kelibdir. So'ng shuni majrur bo'libdir. Harf jardan keyin kelgan so'ng. Minar ramdoi degan min degan harf jardan keyin so'ng majrur bo'libdir. Bin nari deganimiz bi degan harf jardan keyin so'ng majrur bo'libdir. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.